Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan birgalikda Angliyadagi narx-navoni ko'rib chiqamiz. Qo'shimchasiga bu yoqda ko'rsalaring shunaqa luk, o'rdaklar va bu yerda shu bola bilan shu bola nima qilyapti? Yaxshi. Ketdik bo'lmasa. Universitetdan hisobdan 10 minutlik yo'l. Soatni qisqartirib olish kerak. Biz ona kirib kelyapmiz. Bu yoqqa kirish ahramali doimiy shunaqa tekshiruv ustida turadi. Bu yoq tarafdan boshlanib ko'ylaklar ketadi. Bu yoqqa keyin produktlar, ya'ni shu oziq-ovqatlar. Biz ko'ylak emas, ya'ni oziq-ovqatga kelganmiz. Soat cho'g'madi. Tashqari tarafdan. Aytish kerak. Arya holikmi deysiz? Oreo holik. Sizga moslasi bor ekan-da. Ketdik. Boshqa ko'rsatib qo'ying. 1,5 metrli Oreomi? 1 metrli Oreo. Olmoqchi bo'lsa, narx yozilmadi, mayli. Yo'q, tekinga viral bo'lib ketadi. Oziq-ovqatlar narxi sekinroq ketaylik. Bu yoqda biz biladigan narsa, qo'ni o'zimizni qo'nga o'xshagan narsa mana. Bir donasi. Jam boshqachasi, ha. Kmand o'sibi 32 ming ekan shu turishi. Qo'shimchasiga nima bor bu yoqda? Ya'ni ko'rsatgani bu bizda olma. Olma shu turishi 6 donasi 16 ming. Sabzi biroz qimmatroq turadi bu yoqda. Menimcha shu turishi 1 kiloga menimcha bormasa ham kerak. 1.8 bo'lyapti. Bu 24 mingcha narxda chiqsa kerak O'zbekistonga. Boshlanishiga yaxshi. Bu kichkina kartoshka 18 ming 1 kilosi. Bizda bu yoqda nima arzon? Banan, qulpinoy. Qulpinoy emas ekan. Bizda bu pomidor. Qulpinoyni o'ribman. Qarang, kichkinalik turishiga. Cherry pomidor. Eng arzoni bu yoqda bizda xilma olmalar bor. Olmalar ko'rsangiz arzonroq ekan. Eng arzoni bizda xilma-xili bu yoqda banan. 78 pound. Narxiga qancha bo'ladi? 13 ming bo'ladi bizga. Shu turishdi. Yep, sorry. Banan bosish kerak, banan arzon bu yoqda. Ishchimiz qo'yishyapti. Which one you recommend? The oil green, to be honest. You want something a bit yellow? Actually, go for something like this, or the all are literally the same. Okay, thank you. I recorded for YouTube. Is okay? Yep, thank you. Tak. Go for these ones. These ones are better. Okay, thank you. Keyin bitta narsani aytib qo'yish kerak. Bu yoqda yashil hisobda. Bizda bananni yashil ko'rish qiyin, hamma sariq keladi. Yo'q, buni o'zi hisoblaydi. Mana o'chiradi. Bilmadim, to'xtang yana. O'lchatish kerakmi? Chiroyli-da. O'shada o'zi hisoblar ekan, o'zimiz hisoblar. Ha, bo'ldi, men o'zim hisoblaymiz. Men bunaqa olgan ekanman, unitli oldim. Har safar bu yoqda hisoblaydi menimcha. O'zi hisoblab ketyapti menimcha qo'liga. Smart shop. Qachon chiqarasiz bu yoqdan? Qarang, smart shopingiz bo'lish kerak skaner qilish uchun. Ana. Banana. Qo'shimcha bu yoqda apelsinlar narxi. Apelsinlar bizni puliga 37 mingdan turibdi. Mana 37 ming, 40 mingdan turibdi. Limon olmaysizlarmi? Limon arzon ekan. Limon narxi lekin yaxshi ekan. Laymlar bilan bu yoqda ertalabga limon choy qilgani zo'r. Bu go'shtni xilma-xili, lekin bu yoqdagi hech biri halol emas bu yoqda.
asosan ko'rayotgan bo'lsangiz, yoshi kattalar ko'p shoppingga chiqadi, ya'ni shu xarajat qilgani. Go'shtlarning xilma-xili bor. Bu yoqda birorta halol ham yo'q. Lekin bu yoqqa alohida qilib qo'ygan anaqasi bo'ladi. Bu yoqda mana fish baliqlarni olsangiz bo'ladi bu yoqdan. Keyin bu yoqda alohida mana halol degan rasta bor. Bu yoqdagi hamma narsasi bu yoqda halol bo'ladi mana. Narxini ko'rsatadigan bo'lsangiz 5 pound turishi. Shuni mana shu tovuqning o'zi turishi qarang. Biz pul 100 mingga to'g'ri keladi o'rtacha. Shu o'rinda aytib ketay, 1 pound mana yozib qo'ying. 1 pound 16 ming so'mga to'g'ri keladi o'zimizda. Qo'shimchasiga bu yoqda mana yarim kilo tovuq bizda 4,5 pound bo'ldi bu. 4,5 pound bo'lyapti. Mingdan bo'lganda 80 ming shunga to'g'ri keladi. Yarim kilo 80 ming bo'lyapti. Go'sht bu yoqda turibdi. Yarim kiloga ham bormaydi. 200 gram go'sht qaranglar. Steak qilishdan so'ng 7,5 pound. 100 ming doshga to'g'ri kelyapti. 200 pound, 200 grami. Boshqasi mana. Bunisi aqli juda tushunmadim. Qanaqaligi? Mana kilosi 21 pound deyapti. 300 ming kilosi bu yoqda. Uni kilosi mana 300 mingdan qimmatroq tushadi o'zi. Shu rasta ketaveradi bu yoqda. Kelsangiz agar Sainsbury'sda shu yoqda mana halol degan rasta bor, shu yoqdan olasiz hamma narsani. Qo'shimchasiga bu yoqda yana bitta narsa bor. Masalan, o'zimiz oladigan bo'lsak, sosiska. Halol sosiskani Hamza degani bor. Mana halol degan mana sertifikati ham bor bu yoqda. Shunga qarab turib biz asosan shu yoqni olamiz agar sosiska olsak. Bunda bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Bu yoqda masalan o'zimiz korzinkada 365 kun degan narsa chiqqan. 365 kun degan mahsulotlar chiqadi. Narxlar ancha arzon oddiga nisbatan. Bu yoqda ham Sainsbury's degan Sainsbury'sning o'zida Sainsbury's ishlab chiqarayotgan narsalar qolganlarga nisbatan ancha arzon bo'ladi va sifati bir xil tushadi. Sizlarga lifehack. Qo'shimchasiga nonlar narxini ko'rsalaring bo'ladi. Nonlarning narxi ham bu yoqda sal qimmatroq, 1-3 pound. 20 ming so'm turadi shu nonlarning o'zi. Bizga nisbatan ancha qimmat. Bu yoqda bulchkalar ekan. Bulchkalar ham mana shu turishi 20 ming bo'lar ekan. Chipot pizzalar narxi 5 pound, 5.75. Bu yoqda vegan degan pizza bor. 5.75 pound turadi. Halol endi anaqa yo'q, go'sht aralashmagan, ya'ni yesa bo'ladi oddiy o'zbeklar kelib turib. Narxi ham uncha qimmat emas. Tashqarida ovqatlanmoqchi bo'lsangiz, shu pizza o'rtacha 15 poundga tushadi. Qo'shimchasiga bu yoqda yog'lar narxi qaranglar, narxi 295 turibdi. Bu yoqda 175 o'tganimdaqa bu yoq shu supermarketda o'zi ishlab chiqaradi, Sainsbury's. Kunga boqar yog'i. Qo'shimchasiga bizga shu yoqda pista bodomlar narxi. Pista qancha ekan? Sizga masalan, aytaylik, ketchup mayonez olmoqchi bo'lsalaring, eng yaxshi bu yoqda shu Heinzniki bo'ladi, nima bo'lsa ham. Biz shunday qilib qaytyapmiz aka. Qancha bo'ldi o'zoligingiz? 27 pound atrof. Ya'ni o'zi bozorga qilib olgansiz, qo'shimcha narsalar olib ketdingiz-a?